to'g'risi kecha o'qib bitta o'qibdi-da. Aka. Aka. Pastani shu shalloq yuriysan, pastani aka deb kelasan-da, o'rta. Yur. Bitta joyga olib boraylik seni, yuraylik. Mana bu yerga Olimpiya jami degan joy ochilgan, aka xo'lachga. Kitob masjidning to'g'risiga bu tomonga. Yurgan ichkariga sharoitlarni ko'p. Shu yerga shug'ullanaman aka. Ana shu yerga shug'ullanasan. Bo'lmaydi boshqa. Bir ikki. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Aka mana shu bratishka. Mana shuni bir chiroyligina qilib tarbiyalash kerak-da. Qachondan kelsa bo'ladi bu? Hozirgi kunda dushanbadan shanbagacha turmush idoralarimiz bo'lib o'tyapti. Kichik gruppamiz 14:00 dan 18:00 gacha. Va katta gruppamiz 12 yoshdan yuqorilar esa 20:00 dan 21:00 gacha turmush idoralarimiz bo'lib o'tyapti. Zo'r bormi? Yerga normal shug'ullanayotganlar bor. Urib mayp-mayp qilmasin yana. Zo'rligiga javob. Aniq o'lchasammi? Davo. Aka bitta shogird bitta qo'ying qan. Ko'zim toshqani, tosh. Sharmanda qilma. Tosh-posh so'raman, yana tushasan, shundaymi? Davay. Yaxshimisan? Endi nima qilmoqchisan? Endi sherga yaxshilab sug'unaman aka.